Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni hozirgi kunda internetda juda ham ko'plab blogerlar har xil turli klinikalarni reklama qilishadi va ko'pchilik bundan nolyapti. Ya'ni qanaqa ishlashini bilmasdan turib reklama qilishganini xalq gapirib nolyapti. Shuning uchun men o'zim oila a'zolarimdan birini mana shu Najot ko'p tarmoqli klinikasiga olib kelib davolatdim. Ya'ni tissa suyagi yemirilishi bor edi va uni operatsiya yordamida to'g'irlandi. Operatsiya yaxshi o'tgandan keyin men ushbu klinikani reklama qilishga kirishdim do'stlar. Bu yerdagi operatsiyalar Germaniyadan keltirilgan yuqori texnologik operatsiyalar uchun moslashtirilgan apparatlarda bo'lib o'tadi. Agar bu yerni bilmaganlar kelib bemalol ko'rishinglar mumkin va vrachlari bilan, shifokorlari bilan gaplashib ko'rishingiz mumkin. Manzil Andijon shahri, Yusuf Otabekov ko'chasi, 11-uy. Mo'ljalimiz Olimpiya zaxiralari kolleji va Med institutini ro'parasida Najot ko'p tarmoqli klinikasi joylashgan. Hammani kutib qolamiz.